Bizga 3 ta bilet berib yuboring. Qaysi kinoga? Hammaga salom. Va nihoyat bir hafta kech bo'lsa ham O'rgimchak odam yangi kun filmining premyerasi 6-avgustdan O'zbekistondagi kinoteatrlarda boshlandi va o'zbek tilidagi professional dublyajda ham qo'yilmoqda. Shunday ekan, boring, ko'ring. Bu videoda esa xavotir olmang, spoilerlar bo'lmaydi. Ozgina o'zimni fikrimni aytaman, birinchi taassurotlarimni aytaman. O'sha yopiq premyeradan ozgina lavhalar bo'ladi, blogerlar bilan ozgina gaplashganmiz, u videolarni ham qo'yib beraman. Shunday ekan, videoni albatta oxirigacha ko'ring. O'rgimchak odam yangi kun esa rekordlarni urib olibdi, pulga uryapti. Bilasiz, bir hafta kech chiqdi bizga. O'sha bizda premyera qilinganicha kino уже 1 milliarddan oshib bo'lgan edi kassasi. 2 milliard 99% 2 milliard yig'a oladi va o'sha O'rgimchak odam 3 uyga yo'l yo'q filmini ham ortda qoldirish mumkin ekan. Lekin natijalari qasoskorlar finalda urib oldi. Birinchi dam olish kunidayoq yig'gan kassasi, bir haftaning ichida yig'gan kassasi finalkidan ham yaxshiroq ekan. No, endi to'g'ri necha yil bo'lyapti? 7 yil oldin chiqqan, 7-8 yil oldin final va bu yerda inflyatsiya ham rol o'ynaydi. Ya'ni biletlar soni, narxi qimmatlashgani uchun O'rgimchak odam shu finalni ortda qoldirib ketdi. Lekin Dumuzey chiqqanda bilasiz farqi qanaqa bo'lishini. O'rgimchak odam hech nima bo'lmay qoladi filmi. Bu deganda o'sha finalda urib tashladi emas, biroz inflyatsiya hisobiga finaldan ko'proq kassa yig'yapti. No, lekin yomon emas. Shunda ham bu shubhasiz 2026-yilning eng kassabob filmi bo'lishi mumkin. Hozirda o'zida eng kassabob filmiga deyarli aylanib bo'ldi. Bu video chiqqancha bilmadim qancha yig'ib tashlaydi. Va Odisseyni ham ortda qoldirdi. O'sha birinchi dam olish kunida ham yig'ish bo'yicha, bir hafta ichida yig'ish bo'yicha hamma konkurentlarni urib tashladi va yaxshigina kassa yig'adi. Bu biz uchun yaxshi. Marvel Sony birlashib mana shunday proyektlar bizga taqdim etgani. Kinoni esa biz 5-avgust kuni yopiq premyerada blogerlar bilan birga ko'rdik. Albatta o'zbekcha dublyajida. Atmosfera zo'r bo'ldi. Videolar oldik, trendlar oldik. Xullas vaqtni yaxshi o'tkazdik. Siz ham aytishingiz mumkin, biz qayerda ko'ramiz, kinoteatr qayerdaligini, borligini bilmaymiz deyishingiz mumkin. To'g'ri, Toshkentda yoki Toshkent atrofida yashovchilar uchun bu muammo emas, lekin to'g'ri, bu og'riqli nuqtalarimizdan bittasi O'zbekistondagi kinoteatrlar tarmog'i bo'yicha va masalan siz qaysidir viloyatda yashasangiz, shunchaki yo'q bo'lishi mumkin yoki bor bo'lsa ham bilmagan bo'lishingiz mumkin. Mana shu tizimni yaxshiroq yo'lga qo'yamiz degan umiddaman. Mana shu yillar davomida yaxshilansa kerak. Lekin ozgina izlandi mana shu obunachilar uchun. Men internetni hamma joyi tiklab Buxoroda, Andijonda va Samarqandda aniq 100% qo'yilyapti. O'rgimchak odam kinosi rus tili va o'zbek tillarida qo'yiladi. Lekin men o'sha oldindan bilardim, Nukusda ham bor edi, Termizda ham bor edi. Yana bir ikkita viloyatlar shaharlarida bor edi. So'rang, do'stlaringizdan so'rang, yaqinlaringizdan so'rang, o'sha o'zingiz viloyatingizda kinoteatr bormi, yo'qmi? Bor bo'lsa, ilojingiz bo'lsa borib ko'ring, kino qo'yilyaptimi, yo'qmi? Agar mana shu ma'lumotlardan xabaringiz bo'lsa, albatta kommentga yozing mana shu videoga, chunki boshqalar ham agar sizni viloyatingizda turadigan odamlar bo'lsa, bilishsin kinoteatr borligi va u yerda film qo'yilayotganini. Shunday ekan kommentga yozasiz degan umiddaman. Dublyaj keladigan bo'lsak, dublyaj zo'r. Masalan, to'g'ri, filmni boshidan sal kirib olish qiyin bo'ladi, chunki men o'zbekcha dublyajda kino ko'rib yurgan odam emasman. Asosan rus tilida ko'raman, lekin o'sha boshiga kirib olgandan keyin umuman dublyaj xayoldan chiqib ketdi, kinoni ichiga kirib ketdim. Ya'ni dublyajdan nimadirlar qidirib bunaqa narsalar bo'lmadi. Kinoning ichiga to'liq kirib ketdim. Dublyaj chalg'ita olgani yo'q meni filmdan. Bu dublyaj yaxshi bo'lganini bildiradi. Film oxirida o'sha blogerlar ham gapirgan, u videosini ham qo'yib beraman dublyaj haqida. No, kinoni o'ziga keladigan bo'lsam, kino zo'r. Shubhasiz O'rgimchak odam haqidagi filmlar orasida eng yaxshilaridan biri. To'g'ri, eng yaxshisi emas, eng yaxshilaridan biri. Bu yerda dramaturgiya zo'r, personajlar yoqdi. Masalan, Sedi Sinkni personaji rosa yoqdi, chunki o'zi talantli aktrisalardan bittasi va bu rolga tanlangani eng ideal kaslardan bittasi bo'ldi deb ayta olaman. Uning ijrosida maza qildim. Tom Holland, Zendaya, Jakob Batalon ular o'zlari har doim yaxshi o'ynagan va Tom Hollanddan bu filmda ajoyib, menga yoqdi uning ijrosi va shu joyda aytib o'tib ketishim kerak. Endi mana shu Tom Holland ijrosidagi O'rgimchak odam bemalol o'sha Andrew Garfield va Tobey Maguire'ni oldiga 3 ta legenda aktyorlar deb qo'shsak bo'lardi, chunki bilasiz, oldin qanaqadir bitta pog'ona pastroq yurardi Tom Holland va bu filmda men shaxsan o'zim uchun endi 3 ta
legenda o'rgimchak odamlar bor deb bemalol ayta olaman. Agar siz ham filmni ko'rgan bo'lsangiz, bu haqida fikringizni albatta kommentariyaga yozib keting. Filmda emotsional sahnalar juda ham ko'p, kutilmagan sahnalar ham juda ham ko'p. Grafika, jang sahnalari to'g'ri ko'p, masalan, bitta narsani tushuning, 3-qism bilan solishtirish mumkin emas bu filmni. 3-qism bilan, ya'ni Uyga yo'l yo'q, 3 ta o'rgimchak odam chiqqan film bilan hech qaysi film solishtirmash kerak. Bu toza fan servis uchun qilingan film. Bu filmga hech qaysi film urib keta olmaydi boshqa kinolar. Lekin Tom Hollandni men o'sha filmni chetga chiqarib aytsak, qolgan o'sha 3 ta filmning ichida eng yaxshisi bo'ldi deb ayta olaman, mana shu 4-qismini. Va agar siz o'ylanib turgan bo'lsangiz, albatta kinoteatrga borib tushishingiz shart, agar imkoningiz bo'lsa albatta. Yana bitta moment bor, syujet bo'yicha o'sha 3-filmdagi Doctor Strange sehrini bu filmda qanday ko'rsatishar ekan degan gapim bor edi. O fikrim, ya'ni bu narsa biz jahlimizni chiqarib qo'ymasmikan, Doctor Strange'ni sehriga tupurib yorib, bu sehr bo'lmaganday nimadir ish qilib yormasmikan degan xayolim bor edi hali film ko'rmasdan oldin. Va men shu qo'rquv bor edi, lekin film 100% bu narsani oqlab berdi. 100% juda ajoyib yechim qilingan rejissyor Destin Cretton va shlyapamni yechaman. Bu narsadan men 100% mamnun bo'ldim. Qanday qilib mana shu sehrga munosabat bildirilganiga va katta ehtimol bilan sizni ham bu narsa ranjitmaydi. Hammasi real bo'ladi. Ya'ni qanaqadir sehrni bekor qilib yuborish yoki nimadirlar yuz bermaydi. Shunday ekan bu bora bo'yicha, bu borada ko'nglingiz to'q qilsangiz ham bo'ladi. Lekin tan olish kerak, filmga beriladigan savollar ham bor, hatto bir nechta. Ozgina o'ylantiradigan joylari bor. Bu haqida albatta spoilerli tahlilda aytib o'taman va shu joyiga bitta yangilik. Bilasiz, har doim o'sha spoilersiz tahlil chiqaraman. Ba'zida yoki birdaniga spoilerli, ya'ni tahlil bo'ladi Marvel kinolariniki, lekin bu safar unday bo'lmaydi. Mana shu spoilerli tahlilni podkastga ko'chirdik. Ya'ni mehmonlar bilan filmni o'sha kimda qanaqa savoli bo'lsa ko'rib chiqamiz, muhim vaziyatlarni ko'rib chiqamiz, hammasini tahlil qilamiz. Shunday ekan, menimcha qiziq bo'lsa kerak, hozirroq obuna bo'lib qo'ying va buning uchun albatta like bosing mana shu videoga. Menimcha qiziq bo'ladi, bunday format, ko'ramiz qanday qabul qilinar ekan. Va mana masalan, kimdir ko'rgan va qanaqadir oddiyroq kinodek tuyulib qolgan yoki yoqmagan joylari bo'lsa, bu 100% bu o'zimiz aybimiz. Menda ham bir ikkita shunday holat bo'ldi. Albatta spoilerli tahlilda aytib o'taman bu gaplarimni. Bunga o'zimiz aybdormiz, nega kutilmalarimiz ko'payib ketgan. Bizga film hech nimani va'da qilmagan edi. O'sha o'zimiz men tahlillarimda ham bir narsalarni bo'rttirib aytib o'rgan joylarim bo'lgan ekan. Shu sababdan o'zimizdan ayb qidirishimiz kerak. Lekin filmga savollar ham bor. Har doim ham biz aybdor emasmiz, ba'zi muhokama qiladigan joyi bor, buni ko'rib chiqamiz. Shunday ekan, film haqidagi fikringiz albatta yozing, faqat spoilerlarsiz. Podkast chiqqanda esa hammasini to'liq gaplashamiz. Shunda ham sizlar fikrlaringizni o'qiyman va hozir o'sha yopiq premyeradan ozgina gaplashgan videoyimiz bor, shuni qo'yib beraman va shu bilan video tugaydi. Shunday ekan, hozirroq videoga like bosing, obuna bo'ling, podkastni kuting. Podkast juda tez orada chiqaramiz. Shunday ekan, O'rgimchak odam filmini ham ko'rishga ulgurib qo'ying. Marhamat, videoni tomosha qiling. Hammaga salom. Hozirgina O'rgimchak odam filmining, yangi kun filmining yopiq premyerasidan chiqdik, o'zbek tilidagi dublyajdan va fikrlarni so'raymiz. Nima deysiz? Zo'r. Birinchi o'rinda dublyajga, chunki o'zbek tilida bo'lishi bu birinchidan kerak edi, tezroq bo'lish kerak edi bu jarayon. Endi mana O'rgimchak odam yangi kundan boshlanmoqda. To'g'risi, boshqa o'zbek tilidagi videolarda asabimga tegadigan, ya'ni tarjimalarda, dublyajlarda kontekst buzilib ketadi, otsilkalar yo'q bo'lib ketadi. Bunda saqlanib qolgan. Bu haqiqiy zo'r dublyaj bo'ldi, professional darajada. Kinoni o'ziga keladigan bo'lsak, boya Odil bilan tortishib turuvdik-da, O'rgimchak odam filmlarining ichida birinchisi menga yoqmagan. Ya'ni Tom Holland ijro etganda birinchisi menga yoqmagan. Ana 40 yil bilan bo'ladi-yu, uyga qaytish. Lekin ikkinchisi yoqqan, Mysterio bilan. Bunga 2 yoqmagan ekanda. Men aytaman, agar 2 bo'lmaganda 3 bo'lmasdi, 3 bo'lmaganda bu bo'lmasdi deb o'yladim. Zo'r voqealar ketma-ketligi juda zo'r kelgan. To'g'risi oxirigacha intrigada ushlab turdim men. Siz nima deysiz kinoga? Xo'p, men birinchi o'rinda qoyil qoldirgan narsa o'zbek tilidagi dublyaj bo'ldi. Chunki biz boshida ruscha ekanmiz degan ayol bilan kelganman. Qarasam o'zbekchaga chaqirishgan ekan bizlarni. Keyin
Bilmaganman. Aytmoqchi bo'lgan dublyaj birinchi o'rinda yoqdi va kelinglar maslahat beraman, chunki uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak bo'ladi, chunki o'zbek tilidagi dublyajlar ko'paygani, ko'proq kassa yig'gani hammamizga yaxshi. Ertaga masalan Doomsday va undan keyin chiqadigan umuman boshqa filmlarni ham faqat ruschada emas, bizning kinoteatrlar o'zbek tilida ham berishligiga katta biz turtki bo'lgan bo'lamiz, qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz. Va film haqida umumiy qisqacha aytadigan bo'lsak, menga eng yoqqani bu mana PlayStationda o'rgimchi odam bor, ko'rgansizlar, o'ynagansizlar. O'shani vaybini berdi-da. Bu Andrew Garfield ham. Joyi ham bor, aytaman. Ha. Mana POV kadrlar bor. Endi bosh treylerda ham ko'rgansizlar u sahnalarni, spoiler qilmaymiz, lekin atmosferani, dramaturgiya, sinematik darajada qilinganda bu men oldingi filmlarda men buni ko'rmaganman. Qo'shimcha qilmoqchiman. Xo'p, Andrew Garfieldning muxlislari uchun bu alohida. Men shuni ko'rish shart va ko'rganinglarda ham iltimos qilib qolaman, o'zbek tilida ko'ringlar, bu o'sha qo'llab-quvvatlashga o'zimiz o'zbek tilida premyeralar ko'proq bo'lishiga sabab bo'ladi. Ya'ni tushsanglar o'zbek tiliga tushinglar. Ishoninglar, va bekor o'zbek tiliga tushman demaysizlar. O'zinglar dublajga baho berasizlar. Dublaj aktyorlari ham personajlarga juda mos tushgan. Masalan, ana ovozi mos kelmayapti degan fikr kelmaydi sizlarga. Professional dublaj aktyorlar ishlagan. Xullas, bu film haqidagi gaplarimizni xamir uchidan patir edi. Menimcha sezib turibsizlar. Nasib bo'lsa tez kunlarda albatta podkastimiz chiqadi. Podkastda juda ham katta ehtimol bilan uchalamiz va bitta sirli mehmon bo'lib qolishi mumkin. Komment yozib qoldiringlar. Kim bo'lishi mumkinligi, kim ekani o'sha deb. Xullas, podkast bo'ladi, kutamiz. Albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Podkastni chiqsa albatta birinchilardan bo'lib xabar topasiz. Va Wikipediyaga ham obuna bo'lib qo'ying. Sardor 10 mingta like to'pladi. Sardor bilan bo'lgan video, qachon Sardorni qiynaysizlar deb so'rashdi. Bilyapmiz. To'g'risini aytaman, juda ham aktivsizlar. Biz kutmagan edik bunaqa tez yig'ishini. Biz hali tayyor emas edik buni qiynashga. Ishoninglar. Biz ham ishonmadik. 10 ming buni auditoriyasi endi buni qo'llab-quvvatlab 10 ming like bosmasa kerak deb o'yladik. Ishoninglar, shunaqa yomon qiynaymiz. Tayyorgarlik ko'ryapmiz. Faqat ozgina shoshiltirmay turinglar, iltimos. Xullas, qo'shilaman. bo'ldi. Qiynashganmi? Podkastda ko'rishguncha. Goodbye.